alaykum aziz yurtdoshlar. 1-yanvar bugun xudo xolasa adashmayman deb yechdim. Bu yili meni yilim, meni muchalim, ot yili eng barakali yilda. Ilohim hammaga shu yo'lda yaxshilik tilaymiz. Soat 12dagi reysimiz как положено ketyapti. Tenaraga dam olish nasib qilmagan ekan, ishdamiz yana. Isom aka necha yil bo'ldi? Siz joyingizga o'ting, bu yerda odamlar siqilib o'tiribdi deb o'ylab qoladi, axir. Ha? Yangi yillar bilan Ilohim aytganingiz kelsin. yaxshi ishlayapsiz, ko'z tegmasin, Ilohim. iqtisodingizga, kasbingizga. Ilohim aytganingiz kelsin. Bundan ham ko'payarsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Voy, men shu yili otda ishlayman aka. O'tgan yili slab ishladimmi, bu yil otda ishlayman. Maqsadlarim ko'p bu yilga. Mushalimda meni Alloh ham berib qo'yadi o'z rizqimga. Ahad qilaysiz. Yaxshi, Xudo xolasa. Qaysi vaqtda ketyapsiz? Bugun 1-yanvar 12da ketyapti. Ishonarlimi? Xudo xolasa. yaxshi. Kamchilik bormi? Yo'q, yo'q. Yolg'onchi. Yo'q, yo'q, yo'q. Yaxshi. Tavsiya qilsa arziydi. Sherust aka? Ovozingiz chiqaring ozgina. Dilara opani avtobusdamiz. Yaxshi hammasi o'z vaqtida ketyapti. Rahmat sizga ham. Zaryadkalar qo'shilgan, foydalanamiz. Tavsiya qilsa arziydimi, yolg'on yo'qmi? Kelin bekinmang, olmaymiz. Kelinlarni olmaymiz. Ismoil? Qalaysizlar? Yolg'on bormi? Oppa, birinchida aniq bo'ladimi, avtobus bo'lmaydimi? Oppa deyotdilar-ku. Bo'larkanmi? Ketyapsizmi? Yolg'on yo'qmi asosiysi? Tak, Nodir aka qandaysiz? Yaxshi, rahmat. Ketyapsizmi? Ketyapmiz. Tavsiya qilsa arziydimi? Arziydi. Xotiningizga nimadir deb qo'yasizmi? Ko'rib o'tiradi borguncha. Tayyorlanib qo'yasizmi? Bo'pti, xo'p aka. Rahmatullo aka, qalaysiz? Zo'r, ideal. Sog'ligingiz yaxshimi? Yolg'on yo'qmi? Yo'q, yo'q. Tavsiya qilsa arziydimi? Tavsiya qilaman, zo'r. Har kungiday o'sha 12ni 1-yanvar bo'lsa ham, mana hamma joyda dam bo'lsa ham, Alloh nasibani bersa Allohdan-da mana chiqaryapmiz 12ni vaqtini.